Assalomu alaykum, zamonaviy muhandislik YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan shaxsiy himoya vositalari haqida gaplashamiz. Ular nimalar va nima uchun qo'llaniladi? Shunday qilib, shaxsiy himoya vositalari bu inson tanasida olib yuriladigan vositalar bo'lib, ularning asosiy vazifasi zararli va xavfli omillarning odamga ta'sirini oldini olish yoki kamaytirishdan iborat. Ushbu vositalar amaldagi standartlarga muvofiq tasniflanadi. Ular quyidagilarga bo'linadi: boshni himoya qilish vositalari, eshitish va nafas olish organlarini himoya qilish vositalari, ko'zlarni himoya qilish vositalari, shuningdek yomon yoritilgan sharoitlarda e'tiborni oshirish uchun maxsus kiyimlar. Endi ularni biroz batafsilroq ko'rib chiqamiz. Boshni himoya qilish uchun ichki karkasli kaskalar qo'llaniladi. Bu kaskalar ishchilarning boshiga suv eritmalari, kislota, ishqorlar, suyuq reagentlar tushishidan, mexanik shikastlanishlardan, kuyishlardan, elektr toki urishidan himoya qiladi. Ko'zlarni himoya qilish uchun turli xil himoya ko'zoynaklar qo'llaniladi. Ko'zoynak turi bevosita ish joyidagi sharoitlarga bog'liq. Asosan ko'zoynaklar mayda zarralardan, kuchli shamoldan va mexanik ta'sirlardan himoya qiladi. Eshitish organlarini himoya qilish uchun ko'pincha shovqinni kamaytiruvchi naushniklar yoki shovqinga qarshi quloqchinlar ishlatiladi. Ushbu vositalar baland va keraksiz tovushlardan, quloqqa begona jismlarning tushishidan yoki suvdan, shuningdek ortiqcha shamoldan himoya qiladi. Muhim jihatni eslash kerak. Agar har kungi shovqin darajasi 85 desibeldan oshsa, kompaniya o'z xodimlarini eshitish organlarini himoya qilish vositalari bilan ta'minlashi shartdir. Nafas olish organlarini himoya qilish uchun mayda chang, xavfli mavjud bo'lgan changga qarshi respiratorlar foydalaniladi. Zaharlovchi mahsulotlardan zaharlanish xavfi bo'lganda esa yuqori samarali filtrga ega yarim niqoblar qo'llaniladi. Kam yoritilgan sharoitlarda va e'tiborni oshirish uchun maxsus kiyimlarda aks ettiruvchi elementlar ishlatiladi. Ko'pincha qo'shimcha ravishda signal jiletlar qo'llaniladi. Qo'llarni himoya qilish uchun qo'lqoplar, barmoqlar uchun qo'shimchalar, bilak uchun bog'lamlar, tirsak uchun qo'shimchalar va boshqa himoya vositalari ishlatiladi. Bu vositalar ish joyi sharoitlariga albatta bog'liq. Masalan, rezina qo'lqoplar qo'llarni chang aralashmalar, kislota ishqorlar, eritmalar, suyuq reagentlar, mexanik shikastlanishlardan, termik kuyishlardan himoya qiladi. Vibratsiyaga qarshi qo'lqoplar esa turli elektr va pnevmatik asboblar bilan ishlashda vibratsion yukni kamaytiradi. Oyoqlarni himoya qilish uchun turli xil etik va botinkalar ishlatiladi. Bunday poyabzalning muhim qismi bu himoya poshnasi bo'lib, u siqilish va boshqa mexanik ta'sirlardan jarohat olishni oldini oladi. Himoya oyoq kiyimlari ishchilarning atrof muhitning salbiy ta'siridan, xavfli moddalar, yuqori va past haroratlar, kuyishlardan, chang va boshqa ifloslovchi moddalar ta'siridan himoya qilishni ta'minlash kerak. Bugungi ma'lumotlarimiz qisqacha shulardan iborat. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.